اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم ارزقنا شفاعة نبينا يوم يقوم الحساب إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل وسلم وبارك. Bismillahirrahmanirrahim. Allohim o'ziga hamd sanolar qilsin. 18 olamda yaratib, maxluqotning mavjudoti ichida ulug' inson qilib, o'ziga yaqin qilib, Alloh yaxshi ko'rgan ibodat qilar ekan. Allohimizga yaxshi ko'rib, Alloh taolo qalbimiz qalbimiz uzoqlasini to'g'ri bo'lgan sevfardan sevdalar bilan ulug' kunga mana fazilati barakasini bizga nasib qiladi. Bu kalomning hurmatidan qalbimizni ham jasadimizni pok aylagan. Bu kalomning hurmatidan Ramazon shahri kunlaridan xonadonlarimizga o'z fayz barakaga tinchlik hosil tansilik bergan. Birodarlar, Rasulullohimiz qiyomatgacha shunday xatmi Qur'onlarni o'tadigan, xatmi Qur'onlarda jam bo'ladigan, sunnatga yo'l qo'yadigan taqvoda mustaqim ziryorlarimizni barakotli bo'lib, bardavom bo'lishimiz nasib qiladi. Ahli ayol qizning sha'ni hayot bergan, xizmatlarni rohatini nasib qiladi. Alloh taolo safarlarga saqlanib bexatar mana musofiratda yurgan qancha bolalar sovuqda, issiqda, och qolib boshlab ro'za tutib, shu xatmi marhamatida qatnashadi. Bizdagi rohat, farog'atni Xudo ularga nasib qilsin. Xudoyim bemor, ahli islom bemorlarga barchaga Alloh shifo kalam safimizda kelayotgan birodarlarimiz bor. Shu tuzalsan kelaman, ularga Alloh tez kunda shifo va salomat kelib, qatorimizni jam nasib qilsin. Hammamizni Alloh taolo har bir ofat, shayton hiylasini o'zining panohida saqlagan, niyatlarimizni yetkazgan, obunalarimizni salomat saqlab, 30 kun xatmi Qur'onda jam bo'lib, onadan yangi tug'ilgan bo'lishini hammamiz nasib qilsin. Allohumma salli.